Negirlar. Oila. Joyziya yaxshilab o'rnashib oling. Короче, obunachilar, bugungi videomizda artefakt kulgili vaziyatlarini ko'rib chiqamiz. Qani unda boshladik. O'yin boshidan beri sandiq uy hayvonini yasamoqchi bo'lib yurgandik va vaqt yetib keldi. Biz uni yasadik. Qancha narsa sig'ar ekan? Voy xudoya, buning ichiga butun sayyora va yana 4 ta blok sig'adi. Nega buni ertaroq yasamadik? Lekin yasamoqchi edik, yasolmadik. Mana qo'ya, buning ichiga meni ham solib ol, charchadim. Qo'y, mana endi it bor ekan, boqib olaylik. To'g'ri aytasan, bizga hamroh bo'ladi. Hozirroq boqib olish kerak. Bu yoqqa kel. Nechta o'rganasan? Bitta, ikkita, ikkita o'rgandi. Yaxshi kuchuk ketdik. Endi biz birgalikda ov qilamiz. Dunyolarni yo'q qilamiz. Bu it doim men bilan birga bo'ladi. Yo, bu it ovlashni ham bilar ekan. Qani hozir ovchi itimizni tekshirib ko'ramiz. Qani bos, yo'q qil uni. Men senga ishonaman. Bitta sigirni 1 soatdan beri o'ldira olmayotganda qaraganda, qonida haqiqiy ovchi qoni oqyapti. O'ldir endi. O'ldirsang-chi. 1 hour later. Mana qo'yat, bu kunni hech qachon ko'rmayman deb qo'rqib ketishni boshlagandim. Galem, bu qishloqda ham galem bor ekan. Faqat bu safar biz bu galemga tegmaymiz. Chunki temirimiz shusiz ham yetarli. Bu qishloqda juda ham ko'p uylar bor ekan. To'g'rimi? Qishloqqa to'xta. Qishloqqa sen qaysi biriligingni aytma, o'zim taxmin qilaman. Xo'sh, birisi boshini ko'proq qimirlatyapti. Demak, katta ehtimol bilan tepadagisi. To'g'rimi qishloqqa? Seni topdimmi? Bo'lmas ekan. Sen yo'q. Xullas, qishloqqa boshla. Mana shu mening binoyim va sen undan o'tishing kerak. Mana balo qilyapsan. Men ko'z urishtiryapman. Nima xalaqit berasan? Men bu bilan ko'z urishtiryapman. Hozir yutqazadi, qarab tur. Xo'y, bu eshik faqat men qarasam ochiladi. Sen million yil qarasang ham ochilmaydi. Parkur qo'shganim yo'q. Bir blokli parkur. Bundan yugurib chiqib ketsa ham bo'ladi. Qarab, bu yerda sen nima qilish kerak? Bu o'rmonlardan bittasi mina. Sen haqiqiy o'rmonni topishing kerak. Mana bunisi chota sasyapti. Mayli, bunisini ko'raylik-chi. Bunisini yaqinlab ko'ramiz. Yaxshi bo'ladi. Dixie Barbar legenda. Yana men ham legenda. Qarshi yer menimcha o'rtasi. Bu yerga sandiqni qo'yamiz. Sandiq o'rtada turibdi. O'rtada turishi juda ham muhim. Yo'qsa xunuk ko'rinadi. Xo'sh, qishloqiga qanday sovg'a qo'ysak ekan? Nima bor? Masalan, bu emas. Xo'sh, mana buni ismi nima? Mana stupeki из полированного черного кирпича. Bugungi videoda maqsadimiz versak yasash. Seningcha bu oson bo'ladimi yoki juda ham qiyin? Menimcha o'zi Minecraftda versak birinchi bo'lib yasalardi-ku. Qishloqqa, lekin meni hattoki ishonchim komil emas bu yerda versak tushiga. O maxluqni o'ldir uni, men mana buni sindirib olay. Yaramas, yondiryapti. Qoch qishloq, mana bu yerda suv bor edi-ku, ichdingmi shuni ham? O'zing ichding-da. Qishloqqa, bu yerdan beri ko'zga ko'rmayapsan. Nima bilan shug'ullanyapsan o'zi mana bu Lucky Blockda? Sindirib o'tiribsanmi? Lucky Blockni sindiryapman. Mana bu yerda hali ham suv bor ekan. Yaxshisi buni yopish kerak. Kimga kerak o'zi bu suv? Nimaga suv yo'qolyapti? Pastga tushib ketyapman.